Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Sizlar bilan bugun mana shu muammolaringiz to'g'risida bank oldida kechirilayotgan, bankda bitmayotgan ishlar bo'yicha gaplashamiz. Nima masalalar bo'lsa, imkoniyati borini hozir yechamiz joyida, imkoniyati yo'g'ini yozib olib, imkon qadar yechib berishga harakat qilamiz. Kimda masala shu nima masalasi shuda, men hozir anchadan beri ishsizman, ishsizligim tufayli kredit olish masalasida keldim og'aylar. Shuna dastlabki rahbarlar yetib borsin bu iltimosim, sizlarga ham iltimosim shu. Shu beriladigan imkoniyatlardan, prezidentimizning qarorlaridan kelib chiqib, bizlar yordam qo'lingizdan kelsa yordam eding, imkon darajasida bizlar ham foydalanaylik. Oila bola chaqamizni boqaylik deb shunga keldik. Familiyangiz nima? Men ismim familiyam Jumayev. İsmim Soyibjon Egamberdiyevich. Qaysi mahalladan? Oqshab Qurollar yig'ini. Telefon nomeringiz? 93lik 704 0677. Oqshab mahalladansiz. Nima faoliyat bilan shug'ullanmoqchisiz? Nechta so'm kredit kerak bo'libdi? Umumiy holatda gapirdingiz. İmkon darajasida shunaqa 50 million, 100 million bo'lsa ham balıqchilik, mol boqish, chorva boqish imkoniyatlarim bor, yashash joyim hozir nima demoqchiman. Shunda imkoniyatlarim bor-da. Ya'ni qishloqda, holda yashaysizlar. Tarqoq holda shu Molxona bor. Molxona, balıqchilikda siz baliq boqish, baliq boqish, baliq hovuzim ham bor. O't, xashak, yem hammasi zapas bilan turibdi. Sizlar 50 million kredit kerak. Ha, shu 50 million. Shundan ham baliqchilik, ham nima, chorvachilik shu imkon darajasida shu. Chorvachilik hujjatlari toshmadimi? Hujjatlari nima qildik? Nasib bo'lsa Kafil bor. Kafil ham bor, nimalar bor? Buni hozir aytaman, mahalla bankingiz bor bizda. Borib joyida ko'rib, masalasi yo'q, uzoq bir kun, 2 kun yechib beramiz masalani. Faqat mana shu kafillaringiz endi kredit summasiga kafiling daromadi yetishga. Shundan kelib chiqib, endi siz 50 million emas, shu kafiling mana u to'lovga qobiliyatli qanchaga yetsa, shu darajada beramiz. Masala yo'q, klassda tashlab beramiz. Rahmat sizga.